Qoravoy, yaxshi bo'lsa oshingni yeysan, yomon bo'lsa qazili osh yeysan. Kivi. Ustoz, bu kayfiyatingiz zo'r, soqqa qilamizmi deyman? Aqali. Yana soqqa. Ha, chala ustalar ishlayapsizlarmi? To'yva. Mashina kalotkasini tez almashtirib qo'yinglar, 1 soatda kelaman. Va pulini kim beradi? Voy, o'zi eng ko'p ishlagan pulingiz $100 bo'lsa kerak. Xavotir olmang, og'zingizga siqqan pulni beraman. Ustoz, buncha kibr to'yu, kalotkasiga salidon surib qo'yma, bir davini yedi. Bajarsa bir kazul bolaga o'xshaydi. Unaqa qilma, boshqa yo'lni qilamiz. Sen kalkani almashtirib. Xo'p, ustoz. Kalotkasini almashtirib qo'ydi, buni qanaqa jazolaymiz? Moshina zavat qil. Nega ustoz? Moshina zavat bo'lgandan keyin minus kelimasiga men plasmasani tiqib qotirib qo'yamiz. Ha, u ahmoq zavat qilib uyga ketadimi? Ha, o'chiradimi? Keyin yana zavat qilman desa, massayo zavat bo'lmaydi. Ha, u kalzuli aqliga yetmaydi u narsadan bo'lgan. Hamon sochib tashlaydi. Ha, keyin ustolar qadriga yetadi. Mazavat qilaman. Tayyor bo'ldimi aqali? Ha, sizdan kizmaysizmi o'g'lim? Mana bitta 150 ming so'm, kechroq 50 ming tashib ketaman. Kechasi kelolmasang kerak-ku. O'zi nimasidan qilayotgan ekan? Ha, mashinangizda granatasi ketib qopti-ku. Bor granat olib keling. Nima? Granata. Topa olirmikanman o'zi? Bugunoq boksni bo'shatib qo'ylaring. Nima deyapsiz bu? G'ayratga endi klient o'rgatdik o'zi. Jiyanim ki salladan 2 barobar ko'p beradi. Zatirchi nima bo'ladi? Menga qizim, surlaring, sur. Ho'kiz. Ustoz, shunda joyimizni tashlab ketaveramizmi? Alamimizni olmaymizmi? Bo'lamiz qani. Top keldim granatani. Haqiqiy granatami bu? 10 so'm bo'lmadi topish. Nima qilay buni? U mana odamni ko'ryapsizmi? Mo'ylovliymi? Ha, o'sha mo'ylovli. Ha, borasiz, hozir granatani iligidan tortib, qo'liga berib qo'yasiz. Faqat o'zingiz tez chiqib keting. O'shanda mashinam tuzaladimi? Ha, bittada tuzaladi, bora qoling. Ustoz, lekin dushmanimizdan zo'r alam oldingiz-da. Shogird, bir gapni unutmagin. Bizni do'stimiz bo'lmaydi. Ha, dushmanimiz yashamaydi.